Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Yakuniga yetgan hafta keng qamrovli katta tadbirlarga boy tarzda o'tdi. Ularning qisqacha tafsiloti bilan haftalik dayjestimiz orqali tanishtirib o'tamiz. 9-dekabr kuni Mirishkor tumanidagi Avazcho'l massivida tuman hokimligi va O'zbekiston Ekologik partiyasi hamkorligida degradatsiyaga uchragan yaylovlarni tiklash, cho'l o'simliklarining birlamchi urug'chilik maydonlarini tashkil etish va hududni yashillashtirish bo'yicha ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminar davomida cho'l hududlarini tiklash, urug'chilik maydonlarini kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. 1000 gektar yerga suvsizlikka chidamli ildizi chuqur, barglari yashil cho'l o'simliklari, saksovul, juzg'un, shuvoq urug'lari sepildi. Hashar ishlarida nuroniylar, mutaxassislar, partiya faollari va ko'ngillilar qatnashdi. Shuningdek, mahalliy aholi tomonidan Turkman milliy madaniy merosi namunalari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. 10-dekabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Chirchiq shahar partiya tashkiloti raisi Chirchiq shahridagi Toshkent xalqaro tibbiyot texnikumida talaba yoshlar bilan tadbir o'tkazdi. Bugungi kunda tabiatni asrab-avaylash, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lish, chiqindilarni saralab tashlashga va yashil hududlarni ko'paytirishga jalb etish muhim ahamiyatga ega ekanligi suhbat davomida ta'kidlab o'tildi. 11-dekabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengash xodimlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi, shuningdek ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi a'zolari ishtirokida navbatdagi ko'chat ekish aksiyasi o'tkazildi. Aksiya doirasida eman ko'chatlari ekildi. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida tashkil etilayotgan bunday tadbirlarda O'zbekiston Ekologik partiyasi jamoasi tomonidan uyushqoqlik bilan izchil va tizimli ravishda tadbirlar davom ettirilmoqda. Xuddi shu kuni partiyamiz Sirdaryo viloyati kengash tashabbusi bilan ekologiya va salomatlik ayollar klubi va Guliston davlat universiteti hamkorligida ayollar faolligi barqaror ekologik taraqqiyotning muhim omili mavzusida mazmunan boy, ilhomlantiruvchi eko-forum bo'lib o'tdi. Forum doirasida seminar, treninglar, sport musobaqalari, ko'rgazmalar, namoyishlari o'tkazildi. 12-dekabr kuni Buxoro davlat texnika universitetida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan deputatlar tashabbuskorligi va faolligi yashil taraqqiyot va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil shiori ostida deputatlar forumi o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev, fraksiya rahbari o'rinbosari Oybek Rahimov, siyosatshunos ekspertlar hamda Xorazm, Navoiy va Buxoro viloyatlaridan mahalliy kengashlar deputatlari ishtirok etdi. Tadbirda partiya rahbari Abdushukur Hamzayev qonunchilik tashabbus huquqidan unumli foydalanish orqali aholi turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladigan yangi takliflar ishlab chiqish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, xalqaro tajribani doimiy o'rganib borish, saylovchilarning e'tirozlariga sabab bo'layotgan muammolar yuzasidan ta'sirchan deputatlik so'rovlarini yo'llash va ularning natijalarini jamoatchilikka o'z vaqtida taqdim etib borish muhimligiga e'tibor qaratdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.